Hozirda ba'zi viloyatlarda asosan ayollar o'rtasida joriy bo'lib turgan mushkul kushod va BBC shanba haqida dinimiz nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Mushkul kushod. Mushkul qiyin, kushod ochuvchi, ya'ni qiyinchiliklarni ochuvchi, mushkullik va chigalliklarni yechuvchi ma'nosini bildiradi. Mushkul kushod va BBC shanba mushkullarni oson qilish maqsadida qilinadigan xurofot amallardan hisoblanadi. Aslida mo'min musulmon odamning hayotidagi har bir holati Qur'oni Karim va sunnati nabaviyya ko'rsatmasiga muvofiq bo'lmog'i lozim. Ushbu ikki manbaga zid kelgan har qanday e'tiqod yoki urf-odat rad etiladi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangidan paydo qilsa, u rad etilgandir deganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Mushkulni kushod qiluvchi, ya'ni bandaning boshiga tushgan qiyinchilikni yengil qiluvchi, mushkul ishlarni kushoyish aylovchi zot yagona Alloh taoloning o'zidir. Shuning uchun bibi mushkul kushod yoxud BBC shanba degan marosimlarni qilishning dinimizga mutlaqo aloqasi yo'q. Boshiga mushkul, og'ir ish tushgan mo'min musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih rivoyatlar asosida Qur'on oyatlaridan o'qib, salovatlar aytib, Alloh subhanahu va taoloning o'zidan mushkulini oson qilishini so'ramog'i lozim. Vallohu a'lam.